Deft sushilka frukti meva quritgich 12 talik poddonli. 12 ta poddon deganda 12 ta mana bunaqa patnos chiqadi. Ochib ko'ramiz. 12 ta mana shunaqa patnos chiqadi. Bu jemlarga, jemlarni quritishga, gurzinchani hasab qiladigan. Sabzavotlarni quritishga mana bunaqa 12 ta setka chiqadi. Buni xohlang patnosga qo'yib ishlating, xohlang mana bunaqa temirli patnosga qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Hammasidan 12 ta 12 ta. Общий 36 bo'ladimi? 12 xil avtomatik programma. Faqat mashinani quritaman, yogurt ham qilsa bo'lar ekanman. Faqat mana shunaqa narsalarni quritadimi desa, yo'q, yog'i fantaziyangizga bog'liq. Mana bu yerda ruscha anaqa qilib qo'ygan. Tovarni qanaqa quritish kerak, necha gradusda, qanaqa santimetrda qalin, yupqaligiga bog'liq mana. Hammasini qilib qo'ygan. Ovishi, fasol, svekla, hamma sabzavot mevalarniki. Banan, olcha, kulikva, finki. Razmeriga qarab gradusini, vaqtini qo'yaverasiz. Qulaylik tomoni, 3 ta joyida oynasi bor. Tepasida, ikkita yonida. O'zi matoviy qora bo'ladi. Ventilyatsiyasi xavfsiz. Bu plastik emas, bu hammasi metaldan, biologik toza mahsulot. Bog'i bor odamlarga zo'r narsa. Kafolatli. Ana.